Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Uy-joyingiz, hovlingiz, kvartirangiz, yer uchastkangiz hujjatlari to'g'ri bo'lmasa, ayrim holatlarda siz o'zingizniki deb yurgan mulkdan ayrilib qolishingiz mumkin. Bu gap qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun aytilyapti. Chunki yangi tartiblar, kuchaytirilgan tekshiruvlar va elektron reyestrlar sababli men 20 yildan beri shu uyda yashayman. Demak, uy meniki degan qarash endi ko'p hollarda yetarli bo'lmay qolmoqda. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli hovlida yashaysizmi? Ko'p qavatli uydagi kvartirada turasizmi? Yer sotib olganmisiz? Uy qurayotganmisiz? Meros masalasi bormi? Ipoteka kreditingiz bormi? Hammasiga aloqasi bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying va like bosing. Chunki men bunday murakkab qonuniy masalalarni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntirib beraman. Avvallari ko'p odamlar uy-joy masalasiga nisbatan ancha beparvo qarashgan. Masalan, otasidan qolgan hovlida yashab yuradi, lekin meros rasmiylashtirilmagan. Yoki 15 yil oldin qo'lga qo'l tilxat bilan yer olgan, ustiga uy qurib olgan. Lekin kadastr hujjati yo'q. Yoki kvartirani sotib olgan, pulini bergan, lekin oldi-sotdi shartnomasini notarius orqali rasmiylashtirmagan. Yana bir keng tarqalgan holat, uyning kadastri bor, lekin keyin hovliga qo'shimcha xona, do'kon, garaj yoki ikkinchi qavat qurilgan. Bu o'zgarishlar kadastrga kiritilmagan. Oldin bunday holatlar ko'p yillar ko'rinmay yurishi mumkin edi. Mahallada hamma biladi, qo'shnilar tan oladi. Kommunal to'lovlar sizning nomingizda. Lekin davlat reyestrida mulk huquqi to'liq va to'g'ri aks etmagan bo'ladi. Endi esa vaziyat o'zgaryapti. Ko'chmas mulk bo'yicha elektron bazalar, soliq organlari, kadastr, banklar, notariuslar, ijro organlari va sud tizimi o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Qaysi uy kimning nomida, yer maydoni qancha, bino ruxsat bilan qurilganmi, soliq to'langanmi, bank garovida turibdimi, ijro ishi bormi? Bularning hammasi bosqichma-bosqich aniq ko'rinadigan bo'lyapti. Eng muhim nuqta shuki, davlat sizning qonuniy rasmiylashtirilgan uyingizni shunchaki kelib tortib olmaydi. Konstitutsiyaviy tamoyil bo'yicha mulk daxlsiz. Lekin mulkning hujjati yo'q bo'lsa, yer noqonuniy egallangan bo'lsa, uy o'zboshimchalik bilan qurilgan bo'lsa, sud qarori bilan qarz undirilayotgan bo'lsa, ipoteka shartnomasi buzilgan bo'lsa yoki davlat va jamoat ehtiyoji uchun olib qo'yish jarayoni qonunda belgilangan tartibda boshlangan bo'lsa, uy-joyingiz xavf ostiga tushishi mumkin. Mana shu farqni hamma tushunish kerak. Avvallari ko'pchilik hujjat keyin bo'laveradi deb ish qilardi. Masalan, 6 sotiq yerda uy qurilgan, kadastrda esa faqat eski 3 xonali uy ko'rsatilgan. Amalda esa hovlida 2 qavatli katta imorat, orqada yana qo'shimcha oshxona. Darvoza yonida kichik do'kon bor. Kadastr pasportida bular yo'q. Bunday paytda odam o'ylaydi: men soliq to'layapman, svet gaz o'zimning nomimda, demak hammasi joyida. Aslida esa to'liq joyida emas. Hozir nima o'zgardi? Birinchidan, ko'chmas mulkni davlat ro'yxatidan o'tkazish masalasi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib qoldi. Mulk huquqi faqat meniki deb aytish bilan emas, tegishli davlat reyestrida aks etish bilan mustahkamlanadi. Ikkinchidan, o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlar bo'yicha talablar keskinlashmoqda. Ya'ni siz yerning maqsadini o'zgartirmasdan turib, qishloq xo'jaligi yeriga uy qursangiz yoki umumiy foydalanishdagi joyini egallab qo'ysangiz yoki qo'shnining hududiga kirib ketgan bo'lsangiz, bu keyinchalik katta muammoga aylanadi. Uchinchidan, qarzdorlik masalalari bo'yicha ijro harakatlari faol ishlayapti. Bank, soliq, aliment, jarima, sud qarzi bo'yicha qaror bo'lsa, ayrim hollarda mulkka taqiq qo'yilishi, sotilishi yoki undiruv qaratilishi mumkin. Bu yerda oddiy odam bilishi kerak bo'lgan eng katta haqiqat bor. Uyingizning kaliti qo'lingizda bo'lgani huquqiy himoya to'liq degani emas. Huquqiy himoya hujjat, reyestr, shartnoma, sud qarori va kadastr ma'lumotlari orqali shakllanadi. Birinchi navbatda kadastr hujjati yo'q odamlar xavotir olishi kerak. Masalan, siz 2002 yilda hovli sotib olgansiz. Sotuvchi sizga tilxat yozib bergan: men falonchiga uyimni $20,000 sotdim. Siz pulni bergansiz, uyga kirib yashab ketgansiz. Lekin notariusda shartnoma qilinmagan, kadastr sizning nomingizga o'tmagan. Oradan 15 yil o'tdi. Endi sotuvchining farzandlari chiqib, bu uy otamiz nomida, biz merosxo'rmiz desa, siz juda qiyin vaziyatga tushasiz. Sizda tilxat bor, qo'shnilar guvoh, kommunal to'lovlar bor. Lekin asosiy mulk huquqi reyestrida sizning nomingizda emas. Ikkinchi xavfli guruh meros rasmiylashtirmaganlar. Masalan, ota vafot etgan uy ota nomida qolgan. Ona 3 ta farzand bor.
Katta o'g'il uyda yashayapti, qolganlar Rossiyada. Toshkentda yoki boshqa viloyatda 10 yil hech kim gapirmaydi. Keyin bir kun aka-uka o'rtasida nizo chiqadi. Yoki farzandlardan biri kredit ola olmay, uzilishini talab qiladi. Shunda uy meniki, chunki men qaradim, men ta'mir qildim degan gap bilan hal bo'lmaydi. Meros ulushlari, notarial tartib, sud tartibi degan masalalar chiqadi. Agar oldindan rasmiylashtirilmagan bo'lsa, oilaning ichida ham katta janjal paydo bo'ladi. 3-xavfli guruh ruxsatsiz qurilish qilganlar. Misol uchun, hovlingiz 4 sotiq, kadastrda yer chegarasi aniq. Siz davorni 1 metr oldinga surib, ko'chaning bir qismini egalladingiz. Keyin u yerga garaj qurdingiz. Hamma shunday qilgan-ku deb o'yladingiz. Lekin yo'l kengaytirilsa, kommunikatsiya tarmog'i o'tsa yoki qo'shni shikoyat qilsa, sizdan noqonuniy qurilmani buzish talab qilinishi mumkin. Bu paytda men 30 million so'm sarflaganman degan dalil har doim ham yordam bermaydi. Chunki savol birinchi navbatda shunday qo'yiladi. Yer sizniki edimi? Qurilishga ruxsat bormi? Loyiha bormi? Kadastrga kiritilganmi? 4-guruh ipoteka yoki kredit qarzi borlar. Agar uy bank garovida bo'lsa, shartnomani diqqat bilan o'qing. Masalan, fuqaro 400 million so'm ipoteka olgan. 2 yil to'lab yurgan, keyin ishini yo'qotgan, tekis oy to'lov qilmagan. Bank avval ogohlantiradi, keyin sudga murojaat qiladi. Sud qarori chiqqach, ijro organlari orqali garovdagi mulk sotuvga chiqarilishi mumkin. Odamlar ko'pincha bu mening yagona uyim, shuning uchun olisha olmaydi deb o'ylaydi. Lekin garovga qo'yilgan mulk bo'yicha vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun kredit shartnomasini imzolashda agar to'la olmasam nima bo'ladi degan savolni oldindan berish kerak. 5-guruh soliq va majburiy to'lovlardan katta qarzi yig'ilganlar. Oddiy uy solig'i bo'yicha kichik qarz uchun darhol uyingiz olib qo'yiladi deb vahima qilish kerak emas. Lekin yillar davomida katta qarzdorlik, tadbirkorlik faoliyatidan sud qarzlari, ijro hujjatlari yig'ilsa, mulkka taqiq qo'yilishi mumkin. Taqiq qo'yilganda siz uyni sota olmaysiz, hadya qila olmaysiz, garovga qo'ya olmaysiz. Ayrim holatlarda esa undiru mol mulkka qaratiladi. Agar uyingiz kadastrdan o'tgan bo'lsa, davlat reyestrida sizning nomingizda turgan bo'lsa, yer maydoni hujjatga mos bo'lsa, qurilgan binolar kadastrda aks etgan bo'lsa, ipoteka yoki sud qarzi bo'lmasa, hech kim kelib sizning uyingizni o'z-o'zidan olib qo'ymaydi. Qonuniy mulk himoya qilinadi. Masalan, siz 2019-yilda kvartira sotib oldingiz, notarius orqali shartnoma qildingiz, davlat ro'yxatidan o'tkazdingiz, kadastr hujjati bor, kommunal to'lovlar joyida. Bunday holatda kimdir kelib, bu kvartira menga tegishli edi desa, u o'z da'vosini sudda isbotlashi kerak. Siz esa hujjatlaringiz bilan himoyalanasiz. Yoki siz hovli qurdingiz, hokimlik qarori yoki qonuniy asos bo'lgan. Yer ajratilishi rasmiy, loyiha hujjatlari bor. Qurilish tugagach kadastrga kiritilgan. Bunday mulk bo'yicha xavotir ancha past. Albatta, davlat ehtiyoji uchun olib qo'yish degan alohida tartib bor. Lekin bunda ham kompensatsiya, baholash, kelishuv yoki sud tartibi bo'lishi kerak. Bugun qaror chiqdi, ertaga uyingizni buzamiz degan holat qonuniy tartibga zid bo'lishi mumkin. Birinchi misol, Samarqand viloyatida yashovchi oila 2 yil oldin 5 sotik hovlini $10,000 sotib olgan. Pul berilgan, tilxat yozilgan, lekin sotuvchi chet elga ketib qolgan, notariusga borilmagan. Oila uyga yana 1,5 million so'm sarflab ta'mir qilgan. Keyin sotuvchi vafot etadi. Uning 2 farzandi meros ochadi va uy hali ham otasining nomida ekanini biladi. Ular uy bizniki deb da'vo qiladi. Bu oilaning qo'lida faqat tilxat va guvohlar bor. Sudda ular pul bergani isbotlashi mumkin, lekin mulk huquqini tan olish alohida murakkab masala. Agar ular boshida notarial shartnoma qilganda, bu muammo bo'lmas edi. Ikkinchi misol. Toshkent viloyatida bir fuqaro hovlisining old tomoniga kichik do'kon quradi. 6 yil ishlaydi. Soliqdan ro'yxatdan o'tgan, patent yoki boshqa ruxsatlari bo'lgan, lekin do'konning o'zi qurilish hujjatlarida yo'q. Keyin yo'l kengaytirish loyihasi chiqadi. Tekshiruvda do'kon ko'cha qizil chizig'iga kirgani aniqlanadi. Fuqaro men shu do'kondan oilamni boqaman deydi. Lekin hujjatda u joy umumiy foydalanish hududi bo'lib chiqadi. Natijada kompensatsiya masalasi ham murakkablashadi. Chunki noqonuniy qurilgan obyekt uchun to'liq kompensatsiya olish qiyin bo'lishi mumkin. 3-misol. Farg'onada bir oila ipoteka asosida kvartira olgan. Oylik to'lov 4 million so'm. Dastlab to'lab kelgan, keyin daromad kamaygan. Bank bilan gaplashmay, telefonlarga javob bermay, baribir chiqarib yuborishmaydi deb yurgan. Oyda qarz, penya, jarima yig'ilgan, bank sudga bergan.
Agar oila 2-3 oy kechikkan paytda bankka borib restrukturizatsiya so'raganida muddatni uzaytirish yoki vaqtincha yengillik olish imkoni bo'lardi. Eng katta xato muammodan qochish bo'lgan. 4-misol. Qashqadaryoda aka-ukalar otasidan qolgan hovlida kelisha olmaydi. Kichik uka 20 yil ota-onaga qaragan, uyda yashagan, ta'mir qilgan. Katta aka esa boshqa shaharda yashagan, lekin merosdan voz kechmagan. Ota-onadan keyin meros rasmiylashtirilmagani uchun hamma merosxo'rning ulushi bor. Kichik uka men qaradim deb butun uyini o'z nomiga o'tkaza olmaydi. Agar ota-onasi hayotligida vasiyatnoma qilganida, haddiya shartnomasi tuzganda yoki meros masalasi qonuniy hal qilinganida keyingi nizolar kamayardi. Birinchi nozik jihat propiska mulk huquqi bermaydi. Ko'p odam men shu uyda ro'yxatda turaman, demak uyda ulushim bor deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Doimiy ro'yxatda turish yashash bilan bog'liq ma'muriy holat, lekin mulk egasi bo'lish boshqa masala. Uy kimning nomida, oldi sot yoki meros hujjati kimda, davlat reyestrida kim mulkdor sifatida ko'rsatilgan. Shular muhim. Ikkinchi nozik jihat, kommunal to'lovlar ham mulk huquqining o'zi emas. Svet, gaz, suv sizning nomingizda bo'lishi dalil sifatida yordam berishi mumkin, lekin uyni avtomatik sizniki qilib qo'ymaydi. Ayniqsa nizoli holatlarda asosiy hujjatlar kadastr, reyestr, notarial shartnoma, sud qarori bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, uzoq yil yashadim degan holat har doim ham egalik huquqini kafolatlamaydi. Ayrim huquqiy mexanizmlar bor, lekin ularni sudda isbotlash kerak bo'ladi. Siz qancha yil yashagansiz, qanday asosda kirgansiz, egasi qarshi bo'lganmi, soliqlarni kim to'lagan, qo'shnilar nima deydi, hujjatlar qanday? Bularning hammasi tekshiriladi. Demak, 20 yil turdim, bo'ldi meniki deb xotirjam bo'lish xavfli. 4-nozik jihat davlat ehtiyoji uchun olib qo'yish. Yo'l, metro, maktab, shifoxona, infratuzilma qurilishi uchun ayrim hududlarda uy-joylar olib qo'yilishi mumkin. Lekin bu jarayon tartibli bo'lishi kerak. Mulk baholanadi. Kompensatsiya masalasi kelishiladi. Teng qiymatdagi uy-joy yoki pul to'lovi taklif qilinadi. Agar sizga taklif qilingan kompensatsiya real bozor narxidan past bo'lsa, mustaqil baholovchi xulosasi olish, yozma e'tiroz berish, zarur bo'lsa sudga murojaat qilish mumkin. Eng katta xato og'zaki ishonish. Keyin beramiz, ro'yxatga kiritamiz. Siz xavotir olmaydigan gaplar hujjat bo'lmasa, ertaga isbotlanmaydi. 5-nozik jihat, hadya va oldi sot orasidagi farq. Ba'zan soliq yoki boshqa sabab bilan odamlar haqiqiy oldi sotini hadya qilib rasmiylashtiradi. Masalan, amalda pul berilgan, lekin hujjatda hadya deb yozilgan. Keyin nizo chiqsa, har bir so'z ahamiyatli bo'ladi. Hujjatda nima yozilgan bo'lsa, sud avvalo shunga qaraydi. Shuning uchun shartnoma tuzishda hamma shunday qiladi degan gap emas. Huquqshunos maslahatiga tayanish kerak. 6-nozik jihat, turmush o'rtoqlarining umumiy mulki. Nikoh davrida olingan uy ko'pincha xotinning umumiy mulki hisoblanadi. Hatto hujjat faqat erning yoki faqat xotinning nomida bo'lsa ham. Ajrashish, qarz, sotish, hadya qilish paytida bu masala chiqadi. Masalan, xotinning rozilgisiz nikoh davrida olingan uyni sotmoqchi bo'lsa, keyinchalik bitim nizolashishi mumkin. Shuning uchun oilaviy mulkda rozilik, ulush va hujjat masalasi juda muhim. Endi eng muhim qism, siz bugundan nima qilishingiz kerak? Men oddiy, aniq va bajariladigan tartibni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Uy yoki kvartira bo'yicha kadastr pasporti, davlat ro'yxatidan o'tganligi haqidagi hujjat, oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori, hokimlik qarori, ipoteka shartnomasi, bank to'lovlari, soliq to'lovlari. Kommunal shartnomalar bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Hujjatlarning nusxasini qiling, telefoningizga skaner qilib saqlang. Yaqin ishonchli insoningizda ham elektron nusxasi bo'lsin. Ikkinchi qadam, kadastr ma'lumotini tekshiring. Davlat xizmatlari markaziga boring yoki may.gov.uz orqali ko'chmas mulkingiz bo'yicha ma'lumot oling. U yerda mulkdor kim, yer maydoni qancha, bino maydoni qancha, taqiq bormi, garov bormi, hammasini tekshiring. Agar amaldagi uy bilan kadastrdagi ma'lumot farq qilsa, masalan hujjatda 4 kvadrat metr, amalda 1 kvadrat metr bo'lsa, bu masalani cho'zmasdan kadastr organlari bilan aniqlashtiring. 3-qadam, meros masalasini yoping. Agar uy vafot etgan ota-ona, bobo yoki buvi nomida turgan bo'lsa, notariusga boring. Meros ishi ochilganmi? Merosxo'rlar kim voz kechgan, kim ulush oladi, shularni aniqlang. Akam bilan og'zaki kelishganmiz degan gap yetarli emas. Kelishuv bo'lsa, notarial tartibda rasmiylashtiring. Aks holda bugungi og'zaki kelishuv ertaga farzandlar orasida katta nizoga aylanadi. 4-qadam,
Agar uy tilxat bilan olingan bo'lsa, darhol huquqiy maslahat oling. Sotuvchi tirik bo'lsa, uni topib notarius orqali rasmiy oldi sotda shartnomasini tuzishga harakat qiling. Agar sotuvchi vafot etgan bo'lsa, merosxo'rlar bilan ishlash kerak bo'ladi. Agar ular rozi bo'lmasa, sud tartibi ko'rib chiqiladi. Bunda tilxat, pul berganingizni tasdiqlovchi dalillar, guvohlar, kommunal to'lovlar, ta'mir xarajatlari, yashab kelganingizni ko'rsatuvchi hujjatlar kerak bo'ladi. 5-qadam, ipoteka yoki kredit bo'yicha kechikish bo'lsa, yashirinmang. Banka yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada shunday yozing: moliyaviy holatim vaqtincha yomonlashgani sababli kredit to'lovlari bo'yicha restrukturizatsiya, muddatni uzaytirish yoki imtiyozli davr berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada topshiring, bir nusxasiga qabul qilingan sanani qo'ydiring. Agar onlayn yuborsangiz, javobni saqlang. Bank bilan kelishish imkoniyati bor paytda harakat qiling. Sud qaroridan keyin imkoniyatlar kamayadi. 6-qadam, noqonuniy qurilishlarni tekshiring. Hovlingizdagi qo'shimcha imorat, garaj, do'kon, balkon kengaytirish, umumiy yo'lakka chiqib ketgan qurilishlar bo'lsa, mutaxassis bilan maslahat qiling. Ba'zi holatlarni qonuniylashtirish mumkin. Ba'zi holatlarda esa xavf yuqori bo'ladi. Ayniqsa ko'p qavatli uylarda balkon kengaytirish, podvan egallash, umumiy koridorni yopib olish, tom qismiga qurilish qilish juda xavfli. Chunki bu nafaqat mulk huquqi, balki xavfsizlik masalasi hamdir. 7-qadam, soliq va taqiqlarni tekshiring. Soliq qarzingiz bor yo'qligini soliq ilovalari yoki davlat xizmatlari orqali ko'ring. Mulkka taqiq qo'yilganmi, ijro ishi bormi, buni ham aniqlang. Agar taqiq bo'lsa, uning sababi nima? Qaysi organ qo'ygan? Qancha qarz bor? Qanday yechiladi? Yozma ma'lumot oling. Ko'p odam uyini sotmoqchi bo'lganda notariusda taqiq borligini bilib qoladi. Buni oldindan bilgan yaxshi. 8-qadam, barcha murojaatlarni yozma qiling. Hokimlikka, kadastrga, bankka, soliqqa. Notariusga borganingizda faqat og'zaki gap bilan cheklanmang. Ariza yozing, ro'yxatdan o'tkazing, javob talab qiling. Qonuniy jarayonda og'zaki va'da emas, yozma javob ishlaydi. Agar sizning uyingiz buzilishi, olib qo'yilishi, kompensatsiya berilishi haqida gap ketayotgan bo'lsa, har bir hujjatni nusxa qilib oling. Imzo qo'yishdan oldin o'qing. Tushunmasangiz mutaxassisga ko'rsating. 9-qadam, baholash masalasiga e'tibor bering. Agar davlat ehtiyoji uchun uyingiz olinadigan bo'lsa yoki kompensatsiya taklif qilinsa, faqat bitta bahoga ko'nib ketmang. Mustaqil baholovchi chaqirish, bozor narxini o'rganish. Shu hududdagi o'xshash uylar qancha turishini solishtirish kerak. Masalan, sizga 500 million so'm taklif qilishsa, lekin shu mahalladagi o'xshash uylar 800 million so'mdan sotilayotgan bo'lsa, sizda e'tiroz bildirish uchun asos bo'lishi mumkin. Bunda isyot bilan emas, hujjat va dalil bilan gapirish kerak. 10-qadam, shubhali shartnomalarga imzo qo'ymang. Vaqtincha imzo qo'ying. Bu shunchaki rozilik. Keyin pulingizni olasiz. Hamma imzo qo'ydi degan gaplarga ishonib ketmang. Siz imzo qo'ygan hujjat keyin sizning roziligingiz sifatida ishlatilishi mumkin. Har bir bandni o'qing. Siz nimaga rozi bo'lyapsiz? Qancha pul olasiz? Qachon olasiz? Qayerga ko'chasiz? Eski uyni qachon bo'shatasiz? Kompensatsiya to'liqmi yoki qismanmi? Hammasi aniq yozilishi kerak. Azizlar, bugungi eng muhim xulosa shuki, qonuniy hujjati joyida bo'lgan uy joyini hech kim shunchaki tortib ola olmaydi. Lekin hujjatsiz uy, rasmiylashtirilmagan meros, tilxat bilan olingan hovli, kadastrga kiritilmagan qurilish, ipoteka qarzi, sud qarzi yoki noqonuniy egallangan yer juda katta xavf tug'diradi. Bugun tekshirmagan hujjatingiz ertaga oilangiz boshiga jiddiy muammo bo'lib kelishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq hujjatlaringizni ochib ko'ring, kadastrni tekshiring, merosni rasmiylashtiring, qarzlaringizni aniqlang, og'zaki kelishuvlarni yozma hujjatga aylantiring. Agar vaziyat murakkab bo'lsa, notarius, advokat yoki davlat xizmatlari markazidan maslahat oling. Eng asosiysi, vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Sizning uyingizda hujjat masalasi joyidami? Kadastr sizning nomingizdami? Meros yoki tilxat bilan bog'liq muammo bormi? Fikringizni izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam uyini, pulini va oilasining tinchligini saqlab qoladi.